Hozir kelgan lokatsiyamiz Oxunboboyev topoviy lokatsiyalardan bittasi Mevazor mahallasi bo'ladi. Shunda Karzinga yetmasdan o'ng qo'lda oldin bu yoqda makro bo'lardi. Esingizda bo'lsa yo'l yuzida bu yoqlardan qidirib ham topa olmaysizlar. 2 sotuv uylarni shunaqa mebel texnikasi bilan 220 mingga bu kamiga yana startoviy chiqarilyapti. Nimaga startoviy? Kelganlarda fasadida ozgina ishlari bor. O'shalarni to'g'rilab olishga, fasad yengilab olishga men summalarni o't beraman deyaptilar. Olgan odam asirlik qilib oladi bemalol deyaptilar fasadda. O'shanga xudo xolisa savdo zo'r bo'ladi. Kirish eshigi, mashina qo'yish uchun joy bemalol. Eng zo'ri ichida hamma mebellari bor ekan, texnikalari bilan va shundoq ko'p narsasi bilan sotilyapti. Endi to'liq obzor ko'ramiz. Xo'p, mana kirish prixoshka qilingan. Uy rosa ham uyutli ekan, такой simpatik uylar bo'ladi, mana shunday qilingan, ichlari remontlari. Bu yoqda mana hol qismi mягкий zona qilingan. Такой o'tiradigan zona. Hop, kirishimizda o'ng tarafda rostakasim katta zal ekan, qaranglar. Katta zal qilingan. Mebel texnikali keladigan bo'lsa, nimadirlar qoladi, nimadirlar ketadi, uni asosan ko'p narsa qoladi deyishyapti. Endi uni kelganlar o'zingizlar kelishib olasizlar. Mana bu narxiga вообще zo'r variant chiqyapti, xudo xolisa. To'g'ri bo'lsa bitta общий sanuzel va spalniy xonamiz. Bu yoqda hamma mebellari bor va spalniy ichida o'zini sanuzel ham bor, vanna qilingan. Xo'p, oshxona qani desangiz, oshxona podvalga tushirilgan, katta zona qilingan. Hozir podvalni ko'ramiz-da, keyin sizlar bilan tepada terrasalar bilan xonalar obzorini ko'ramiz. Ketdi. Buni podvalga tushirish ideyani qaranglar, zo'r qilgan ekanlar. Mana shunaqa katta oshxona zonasi qilingan ekan. Bu yoqda mana stol stullari ham bor. Nari yoqda mana mягкий zona ham qilingan ekan. Biz podvaldan rosa unumli foydalanishibdi. Vechka ikki tarafda bor. Vechkada oynalari bor, havo aylanishiga umuman muammo yo'q. Bir xil aytadigan podvalda oshxona qilsa tab ketadi, unaqa qiladi, hidlanib ketadi deyshadi. Yo'q, unaqa emas. Hammasi cho'tka qilingan. Xo'p, ketdi endi sizlar bilan ikkinchi etajni ko'ramiz. Xo'p, ikkinchi etajni ko'ramiz. Chiqishimizda mana shunaqa koridor hol degan bo'ladi. Davlat bu yerdan boshlaymiz. Bu yoqda bizda master spalniy ekan, ya'ni ichida o'zini katta sanuzel bor ekan, ko'rsanglar bo'ladi. Kattagina sanuzel bor. Xo'p, dalsha yuramiz. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Bu ham spalniy. Tarets bo'lganiga oynalari ko'p, qaranglar, xonani. Hamma tarafda oynalar qilingan, havolanishga zo'r. O'rtada bitta общий sanuzel va yana bitta spalniy xonamiz. Bu yoqni detskiy qilib qo'yishgan ekan, ikkita kravatli qilib. Oynalar ko'chaga qaragan, zo'r. Aniqroq ma'lumot telefon orqali berib o'tamiz. Narxi 220 ming startoviy chiqarildi. Nimalar qoladi, nimalar ketadi joyida kelishib olasizlar o'zingizlar. Lokatsiya topoviy, shundoq makroga yetmasdan o'ng qo'lda bo'ladi. Mevazor Oxunboboyevda joylashgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizdan kuzatishda davom etinglar.